Yangidan tayyorlangan bir dokladga asoslanganda, Xitoyning nopos kontrol qilish siyosati kelgusi 20 yilda Sharqi Turkistonning janubidagi Uyg'ur noposining 3/1 qismini azaytadigan. Washingtondagi Kommunizm qurbonlari xotira saroyi fondi jamiyatining germaniyalik tadqiqotchisi Adrian Zenz yaqinda ishlagan tadqiqot natijasiga ko'ra, Xitoy janubdagi Uyg'urlarning noposini nopos cheklash siyosati orqali g'oyat zo'r darajada to'g'riladigan. Bu tadqiqotga asoslanganda Xitoy Uyg'ur noposini 2.600.000dan 4.500.000gacha azaytadigan. 2040 yilga borganda janubdagi Uyg'urlarning noposi taxminan 8.600.000dan 10.500.000gacha bo'lib, bu Xitoy hukumatı faraz qilgan 13.010.000 atrofidagi noposdan oz. Zenz apandining rayon sonliq ma'lumotlari, hukumat hujjatlari va guvohlik so'zlariga asosan elib berilgan tadqiqotga ko'ra, Xitoy 2019 yildan boshlab tug'ut yeshidagi 80% Uyg'ur ayollarga tug'ut cheklash to'g'risi, uzuk selish qatorliq usullar bilan noposni azaytishni planlagan. Xitoyning o'zining sonliq ma'lumotlariga asoslanganda 2017 yildan 2019 yilgacha Uyg'ur va boshqa etnik millatlarning noposi 48.7% to'vanlagan. Adrian Zensning tadqiqotiga ko'ra 2040 yilgacha doiralar janubda Xitoy noposini burunqi 8.4%dan 25%ga chiqaradi ekan. Zens apandi Reuters agentligiga mundaq degan: bu tadqiqot va tahlil Xitoy hukumatining Uyg'ur uchun uzun muddatli planining muddaosini haqiqiy ko'rsatib beradi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Avam palatasi Tashqi ishlar komitetida o'tkazilgan yig'inda savollarga javob berdi. Yig'inda Xitoyning Sharqi Turkistondagi Uyg'ur musulmonlarga tutqun muomalasi va 2022 yillik Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasining Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligi sababli boykot qilinishi yoki boshqa davlatda o'tkazilishi chaqiriqlari kun tartibga keldi. Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken Amerikaning ittifoqdoshlari va boshqa davlatlar bilan bu masalada o'rtaq usul belgilash to'g'risida maslahatlashayotganligini aytdi. 2019 yili Xitoyning bir belbog' bir yo'l turiga qatnashgan tunji G7 davlati bo'lgan Italiya bu turdan chekinishni qaror qildi. Bloombergning xabariga qaraganda, Italiya bosh ministri Mario Draghi davlati 2019 yili qatnashgan bir belbog' bir yo'l turidan chekinishni qaror qilgan. Iglanishicha, Rim bilan Beijing o'rtasidagi ziddiyat Draghi 12 oyda bosh ministerlikka tayinlanishdan 2 oy burun boshlangan. Xitoy Shenzhen mablag' selish pay kontrol shirkati Milandagi o'zak ishlab chiqaruvchi LPE'ning 70% payini sotib olishga kelishgan. Lekin Draghi bosh ministr bo'lgandan keyin yangi iqtisod ministri kelishimga qarshi chiqdi. Draghi yana 31 mart LPE'ning sotilishini cheklash qaroriga imzo qo'ygan. Shenzhen pay kontrol shirkatining bayonotida LPE bilan ba'zi sohalarda davomli hamkorlashadiganligi ko'rsatilgan. Paytaxt Budapestda minglagan kishi qatnashgan namoyishdan keyin Vengriya hukumatı Xitoyning Yevropa ittifoqi zamonida qurmoqchi bo'lgan tunji universitet plani haqidagi pozitsiyasini yumshatdi. Xitoyning Vengriyada universitet ichishga qarshi turg'uvchilar bosh ministr Viktor Orbanning 2 milliard dollarlik sho'ba maktab planining oliy ma'rifning sifatini to'valtadiganligini va Beijingning Vengriya va Yevropa ittifoqiga ta'sir ko'rsatishiga yo'l ochadiganligini o'tirib qo'ydi. Hukumatning qaroriga qarata Budapest shahar boshlig'i bu shaharda qurilmoqchi bo'lgan Xitoy Fudan universitetining maktab rayonidagi bir ko'chaga Uyg'ur shiitlari ko'chasi deb ism qo'yishni qaror qildi. Vengriya bosh ministrining bosh maslahatchisi bu vaqtda hukumatni qo'llaydigan xabar to'r bekitiga bergan bayonotida bu qurilish turining moddalari oshkorlanganda Budapest xalqining Fudan universitetini xohlaydigan, xohlamaydiganligini qaror qilish uchun umumiy xalq orasida ovozga qo'yishni qo'llaydiganligini aytdi. Amerika davlat bexatarlik maslahatchisi Sullivan Amerika prezidenti Baydenning Turkiya prezidenti Erdo'g'onni obdan biladiganligini bayon qilib mundaq dedi. Bayden bilan Erdo'g'on bu fursatdan foydalanib, munosabatning har qaysi taraflarini ko'zdan kechirishni to'rt ko'z bilan kutdi. Sullivan Aqsaray bayonotchisi Jen Psaki tarafidan uyushtirilgan kundalik axborot e'lon qilish yig'inining mehmoni sifatida Baydenning 6 oyning 10-kuni boshlangan Yevropa safarining tafsilotini tushuntirdi va muxbirlarning savollariga javob berdi.
U Prezident Erdoğan bilan Baydenning 6 oyning 14 kuni Brюsselda o'tkazilgan Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti boshliqlar yig'ini doirasida o'tkazmoqchi bo'lgan ikki taraflik uchrashuv haqida to'xtalib, ikki rahbarning Sharqiy O'rta dengiz, Suriya, Eron, Nagorno-Qarabog' va Afg'oniston qatorliq rayon masalalarida keng va atrofli kun tartibi bo'ladi dedi.